Assalomu alaykum kanalımıza obunachilar, qadrli yurtdoshlar, sog'monmisizlar, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillar, charchamasdan yaxshi sog'-omon yuribsizlarmi? Bugun video sizlar uchun bir foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ish temasida bo'ladi bugungi video. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, ish haqida to'liq ma'lumot olasizlar. Ya'ni ish izlab yurgan aka-ukalarimiz uchun bo'ladi bugungi video. Moskvada Nijgorodskiy metro, keyin Bratinsky metroda ish bor do'stlar. Firmada ish, kamenchiklar kerak deb murojaat bo'ldi. Penablok 3800 metr kvadrati dedi. Pazagrebon 600 rubldan kvadrati. Bu yerda sizlarga условияsi yatak бесплатный, registratsiya бесплатный, официальный документ bilan ishga oladi. Ruskiy firma. Undan keyin sizlarga yana bir главный qulayli tomoni patent pulingizni to'lab chekini qo'lingizga beradi. Mana sizlarga ajoyib ish do'stlar. Ekranda telefon raqami yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Turdovoy dogovor bilan ishga oladi do'stlar. Qolgan qiziqtirgan ma'lumotlar bo'lsa, WhatsApp nomer bor. Ish beruvchi deb qo'yamiz nomerni. O'shaga WhatsAppdan chiqsangizlar yoki yozsangizlar javob beradi do'stlar. Kanalda yangi bo'lsangiz like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Qo'ldan kelgancha faqat ishonchli ishlarni chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Xayr, sog' omon bo'ling do'stlar.